Fuyan kızlarım töt nasa koydu. Çıkın batman gemde çipsi ya. 5-6 bin kapıl maaşın artık taktığımız yenge. Yeni yıl kirgenden başlap efendim müziklik şeytanlarımız türü her xil bo'lgan, her xil adamlar mas qiladigan, iste'molchilar qabul qila oladigan darajada biz faoliyatlarga yo'l qo'ydik. Masalan, cho'ng to'y qilayotganlarga, nalla qilayotganlarga, o'chak xatmi to'y qilganlarga, undan boshqa mush 2 dan 4 dan 6 dan kelib, mush cho'ng say yemaydigan yoki bir ikki taq say bo'lsa ishib qoladigan yoki bo'lmaydi, sayning turi oz bo'lib qoladigan masalani hal qilish uchun biz taqsini kichikirtib, sayning turini ko'paytirgan asosda bunda faoliyatlarga yo'l qo'ydik. Faoliyat unimiz shunday yaxshi bo'ldi. Nurg'un xaridorlar bizlar rozi bo'ldi. Ondan başqa bu faaliyet yol qo'ygandan boshlab biz mayli mulozimat bo'lmasin, mayli muzika bo'lmasin va muhit jihat bo'lmasin, hamma ishlarimizni biz bir qo'lliq ching tutib kelib mingyapmiz. Shu asnoda biz ustamlarni, mulozimatchilarni yaxshi tarbiyalab, xaridorlar qanday mulozimat qilamiz, qanday odamga qanday mulozimat qilamizdan iborat bu kichik xalqlarni ching tutib kelyapmiz. Shunda bo'lganlik sababidan biz Yakan yapatdı. ha, Bu so'pog'dan qustulasak Palet yol qo'ygan ekan, xaridorlarni bek chiqib ketganda, zakazma bek to'shab ketdi. Mulozimat qizlarga yetishib qolaman deshon bir mulozimat o'lchamini gravus qilish uchun Fuyan qizlarni to'rt narsa qo'ydi. çıkın batman gemde çipsi ya. Mulozimat lozim qilish uchun hamda Mulozimatni to'rtni oldik degan gap, 5-6 bin kapıl maaşın artık taktığımız degan gap. Bunda olib qolib qolsa, o'sha faoliyat qilgan mezgilda do'kon kelgan xaridorlarning soni ko'p bo'lganlik sababidan amaliyot bor mulozimatchilar yetishmaydi. Menda ma bola ketgan gap yo'q. Mulozimat qilamiz to'liq amaliyot bor, lekin yetishmaydilar. Ha, to'g'ri. Bunda oydinlashtirib ba'zi bir bizning putimiz qolchab odamlar apandani mulozimat to'xtatmabdi degan gapni anlig'im yo'q mening. Biz yetishmaydik. Mulozimatchi bolalarimiz to'liq ketgan yo'q lekin mulozimatni yaxshi qilish uchun ham jamiyat ishligisi bor, ish kutib turgan qiz bola foydalanib qolsin deb. Unda olib qolib qolsa, bir obdan zopin tatib olsam, buzdingiz mush zopin qilam, yo'lda o'tayanda bo'lsa, siz telefoningizdan to'xtab turing. Mush ishlashni xohlaydigan, muqim kirimga ega bo'ladigan, uzoq mezgil ishlayotgan, anda menga ta'til ishlayotgan yoki bo'lmaydi, ko'vat siqqan mezgilga ishlayotgan, menda odam kasanglar bo'lmaydi. Uzun mezgil eng to'g'ri bo'lgan 1 yil ishlaysalar, biz oshxonamizniki asosiy maosh, mukofot maoshini tang ilib bo'lamiz. Jazo mukofot oydan maoshni oymay olasizlar. Mushundaq ishga ehtiyoj bor qiz bolalar bo'lsanglar, kelib mush qiz bolalar aloqa qilinglar. Meni izlasanglar, men izlagan tep bo'lamayman, telefonimni olmayman. Shunga bizning 200 qavatning jingli qiz bolalar aloqa qilsanglar, shart tushsanglar mush bola sizlarni ep qilib, sinaq vaqt, sinaq mezgil var masalan 3 kun. Shu vaqt ishlaysizlar, ishlagandan keyin shart tushib qolib qolsanglar, muqim ishlasanglar bo'ladi. Ishlagan oydan boshlab biz sizlarga mukofot maosh berib ilib qo'yamiz boshqa bolalarga o'xshash. Telefonimizni beraman. 132 798 19 178. Mulozimat kasblar shug'ullanmoqchi bo'lgan uzun mezgil ishlayotgan qiz bolalar mush numarga aloqalashib, efendim choy taomlari va efendim mazik taomlarida ish qo'llasanglar, muqim kirim erisha olasizlar. Bo'ldimi? Bu ishingiz qilaveramiz. Faoliyatni biz mushunda davomlashtiryapmiz. Faoliyat qilgandan boshlab nurg'ulg'an xaridorlar bizni go'nju qilib oldi. Bizning oshxonaning bo'yinjog'i hozir go'nju qilib, yaxshi bo'lgan pullarni yuzib, yurak sonini ishvatida qarab qo'ysanlar bo'ldi. Bu model xalq bizni e'tirof qilganlik, bizni qo'llaganlikning ifodasi. Bunda aloqa qilsa, efendim choy taomlarini qo'llaydigan va efendim choy taomlarida marik o'tkazishmoqchi bo'lganlar kelib bizdan mush faoliyat to'g'risida tushunib baqsanglar va yoki shartlar bo'lsa desanglar, amaliyotga uyg'un kelsa, o'ylashtirib bersak bo'ladi. Sizlar bo'lg'achqa biz pul tepib, taraqqiy qilib kelyapmiz. Biz sizlarning shafqatinglarni va qo'llashinglarni unutib qolmaymiz va sizlardan arilanmaymiz.